har qadamda turli tillarning melodiyasi va savdo ovozlari bir-biriga aralashadi. Bu betakror bozorlar dunyoning turli burchaklaridan kelgan odamlarning uchrashuv maskani, madaniyatlar, e'tiqodlar va dostonlarning chorrahasidagi yurak urishi. Savdo yo'llari madaniyatlarning izlari bilan bezatilgan, mehmon do'stlik, bo'lishish va cheksiz sayohatlarning ramzi hisoblanadi. Ufqda yangi sarguzashtlar kutmoqda. Tuya karvonlari savdosi, qum bo'ronlarining narigi tomoniga cho'zilgan sarguzasht davom etadi. Eshiklar ortada, tosh devorlar ustida ming yillik dostonlar jonlanadi. Suv diyorining freskalari o'tgan zamon aks sadosi bilan bugunga yetadi. Qadimiy alifbolar bu mintaqadagi madaniyatning xotirasi, vaqt, makon va ma'no birlashadi. Sayohat oxirgi bekatga yaqinlashmoqda. Farg'ona otlari osmondagi qudratga qarshi yo'llashadi. Shamol ularning yo'llari bilan aralashar. Har bir qadamda ufqlar qayta chiziladi. Urushlar taqdiridan ular ketgan. Samoviy otlar osmon tomon sakrayotganda vaqt go'yoki to'xtaydi.